Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 14-may 2025-yil Qo'qon bozoridamiz. Mana bitta chiroyli mashinamiz bor. Bugun men sizlarga hozir obzor qilib beraman. Juda navorotlar qilingan ekan bu mashinaga. Qo'qon shaharda mashinasi. Mana ichki holatlari. Balonlari ham почти yangi. Mana ichki holatlari. Tak, monitorlar bor, shum izolyatsiya qilingan. Stop starti ham bor ekan. Video registratorlari bor. 905 pultlari ham bor ekan mana. Mashina juda chiroyli. Chlari ham, mana chexollari ham приятный mashina ekan. Yili 2000-yil shaharda mashinasi. 2300 kilometr men beraman deyaptilar. Mana holatlari 2300 dan ozgina tushib ham berishar ekan. Pul zararligi uchun sotishyapti ekan. Telefon nomeri aytib yuborasiz. 91 699 96 20. Mana shu telefon nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Shaharda mashinasi. Bemalol qilaveringlar. Kilometr beradilar, kelishtirib chiroyli qilib. Hadovoy, motor hammasida ishi yo'q. Rulovoylarigacha chotki qilingan, hadovoylar noldan sochilgan. Tekshirib olishaveradi. Bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska qilish, like bosish eslaringdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.